Ikki yigit sohil bo'yida o'tirib kechki taom tanovul qilayotgan edilar. Yonlariga kelib ovqat qoldiqlarini terib, yeb yurgan bir kampirga ko'zlari tushdi. Qari kampirdan "Qorningiz ochmi?" deya so'rashdi. Kampir "Ertalabdan beri shu yerdaman, biror narsa yemadim. Meni bu yerga o'g'lim olib keldi. Birozdan so'ng kelib olib ketishini aytgan edi", dedi. Kampirga ovqat, yeguliklar berdilar. Tun cho'kkach, narsalarni yig'ishtirib ketishga tayyorgarlik ko'rdilar. Vaqt allamahal bo'lib qolgan, kampirni bir o'zini tashlab ketish ham yaxshi emas. Yigitlardan biri "Sizda o'g'lingiz raqami bormi? Telefon qilsak", dedi. Kampir "Ha, raqami yozilgan varaq bergan edi". Qog'ozda esa "Kim bu kampirni topib olsa, uni qariyalar uyiga olib borsin" degan yozuv bor edi. Yigitlar bundan dahshatga tushdilar. Onaxonni o'zlari bilan olib ketishini so'rab, bir soatcha yalinib yolvordilar. Lekin onaxon o'g'li olib ketishga va'da qilganini va hozir kelib qolishini aytib, ularning taklifiga ko'nmadi. Farzandidan xavotir ola boshladi. Ikki o'rtoq o'g'li kelib olib ketishini behuda kutib o'tirgan kampirni qoldirib uyga qaytdilar. Ammo ulardan biri uxlay olmadi. Onaxonning qismati nima bo'larkin degan xayolda edi. Shartta o'rnidan turdi, kiyindi va mashinasiga minib sohilga keldi. Sohilda tez yordam mashinasi va zobitlar bor edi. Odamlar to'planib turar edilar. Bechora onaxonning jasadiga ko'zi tushdi. O'limining sababini so'ragan edi. Qon bosimini keskin ko'tarilishi degan javobni oldi. Bu onaxon farzandini o'ylab xavotirlanganini, unga biron narsa bo'lmadimikin deya qattiq qo'rquvdan o'lib qolganini tushunib yetdi. Subhanalloh, subhanalloh. Shunday qalblar borki, o'z ota-onasidan kechadigan toshdan qattiq va yana shunday mehribon qalblar borki, boshqalarning ota-onasi uchun ham g'amxo'r. Allohim, qalblarimizni musaffo qil va rizoingga uyg'un bo'lgan amal va ibodatlar tomon yo'naltir. Ota-onalarimizga mehribon qil.